Gazablok, shlakablok, g'ishtlardan uy qilgandan ko'ra taxtadan uy qilsa ham bo'lar ekanda. Yog'ochda o'zidan bo'lgan uy mana shu uy hozir, ha? Necha xonali uy? 5 xonali bo'ldi-da. 5 xonali uy, tepada manaylar ham o'sha haligi bo'ladi, ha? Balkonli. Ochiq balkon bo'lyapti. Tepadan ikkinchita mansarddan chiqib kelish bo'lyapti-da. Ha, hozir bay tunikafon qilingan, lekin ichi polni yog'och. Yog'ochdan bo'lgan, mana shu Karkas ikkinchi etaj. Karkas. Rossiyada qilayotganlarda o'xshatib qilingan. Demak, olib keldik. Sizlarni yog'och o'sha yog'ochlar ishlatdik-da. Ha, Rizobaydan kelgan yog'ochlar shu yerda hammasi-da. Ha, yog'och bilan misol pishgan g'isht, xom g'isht, penablok, gazablokda uy quryapti, solishtirib ko'rdingizmi o'rtasini, razницасini? Yog'ochniki arzon bitadi, arzonroq tushadi haligindan. Endi penablok bilan bir xil tushadi, gazablokdan arzonroq tushadi, tez bitadi mana bu. Tez bitadi. Keyin haligi, tekis chiqadi. Agarda kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qilib beraverasiz, ha? Beramiz, ha. Chertosh hamma narsasi bor. Bo'lmasam ketdik ichkariga, ko'ramiz. Ular endi quryapti, Toshkentda quryapti, endi bittasi kelajak uyi deb. Ha. Bu men o'zim o'tgan yil qilgan, bu yil chiqyapti endi bu bola. Toshkentda. Demak, siz Toshkentdan 1 yil oldin chiqqan ekansiz. Ha, undan oldin o'zi o'ylab yurdim men. O'zi bu ma'lumot O'zbekistonda bormikan deb O'zbekistonda chiqmadi, Rossiyadan YouTube'da ko'rib turib, o'shandan keyin. Endi asosiyliklari mendaliklari bor, albatta o'zi tashab berarman ham. Yog'och ko'rinishlari ham. Ha, eski rasmlari. Video davomida qo'shib yuborarsizlar. Ha, noldan boshlab bunday rasmga olgan joylari. Gipsakarton bo'lib endi abo yopishtiradi. Endi buni tomonlar mebel bo'ladi, o'shanga haligi ham abo ham qilmaganman-da. Ha, hozir mana o'rtaliq polni devorlar yog'ochdan. Manalar ham polni yog'ochdan, ha? O'shanga mana haligi bu 10 ga 4,5 lik haligi strapil 6 metrli bor, shuni ishlatganmiz-da. Ha, 10 ga 4. Endi buni mana qilib qo'ydim. Mana eda u ichkarida hali ko'rinadi hozir uni xonadagisi. Ha, mana zinalari. Endi o'neladi, buni chekkalari ham mana ko'rinib turibdi, mana derazalar chekkasi buni olaman. Ha. Mana eda ko'rinib turibdi, o'sha kelgan yog'ochlar mana shu qo'yib yuborganmiz. Endi buni o'rtada haligi profil, haligi bu aytganim burchakda profil. Shu profilga qotirilgan. Endi yog'ochim. To'g'ri. Karkas. Aboylarni qilib qo'yibsiz, ha? Ha, aboylarni tortib qo'ydik, mana gipsakarton qilib. Osma patologlardan. Ha, patolog ham boshqacha bo'lgan haligi OSBdan. Ha. Mana eda ko'rinib turadi mana. Mashina. Mana qanaqa bo'lgan. Ha. Endi mana haligi haligi qilib uni haligindan. Bu hozir mana shu uyni mana shu ramkasi, boshqa taxta yo'q-a? Yo'q, mana shu uni asosan buni kashaklar tortilgan, mana shu kashaklar ham shu edi. Orasi qirq-qirqdan chiqqan. Endi o'zim eski yog'ochlarni qo'yib yuborganman. Orada buni haligi. Zo'r. Agar qiziqqanlarga mana edi stiklovatta, ha? Bazalt. Mayda mana o'sha qo'yilgan, как положено, ramka to'qib turib, bazalt qilib turib, endi bu yerga gipsakarton qo'yiladi. Bu yerda endi hali mebel qilib yuboraman. MDFkada o'shanga tomon qilmadim. Bag'ini endi gipsakarton qilib yubordik-ku. Meni ochiq ekan, haligi to'k yo'qligiga qorong'iroq ham mana. Mayda hammomlar ham shu ketgan. Bu ham fonni yog'ochdan bo'lgan ichi. Faqat kafellarda. Kafel qilib yubordik endi ichlarini. Qoyil. Kafel yog'ochligi bilinmaydi endi. Mana aytayam shu turibdi bu tomoni shu mana shu yog'ochda. Mana shu yog'ochlar, ha? Bu mustahkam bo'lar ekan, o'ta ham. Ya mustahkam. Ha, mana ular 5 ga 10 lik strapilalikdan ekan. Ha, o'sha strapilar. 5 ga 10 lik. Bularni ham Rizobaydan olingan. Ha, bu tomonlar ham. Mana uni qo'yib olib turib, keyin ustidan keyin gupillatib olib ketilaveradi. Buncha yog'ochdan devorda yerda yig'ib ko'tarilib, kelgandan keyin u bazaltlar keyin oxirida bitta qiladi, u tomlar bekitma. Yaqinda qildik bazalt. Zo'r. Endi shu yoqqa o'zbekdan. Ha, qizim? Nega hali ko'chib kirmabsiz-da? Yo'q, endi. Ikkinchi etajlari ham bor. Ha, haligi bor. Mansardda ikkinchi etaj. Mansard turaverchi qizim. Lekin yashasa bo'ladi. Zinani mana shu haligi yog'ochlar qilib qo'yardik mana. Zinani o'zimizda shu chiqarib taqdim bemalol, yurur. Qani? Bilaring. Zinalar ham o'zimizda shu mana haligi MDF qadab. Bu uylarni men Turkiyaga borganimda ko'rganman. Turkiyada, Istanbulda ko'rgandim. Gostinitsada, shunaqa gostinitsa. Tomonda chiqqandan keyin mana masalan qizlarimning xona bo'lsa, va o'g'limning xonasi bu tomon, balkonga chiqib ketishdi bu tomon. Endi anu kichkina xona bo'ldi, haligi koridor tepasi. Bu yoqqa keyin balkonga chiqib ketaverish, hozir ag'in ham balkondan ko'rsatarmiz. Mana-chi. Endi buni o'yinda ikkinchi etak bo'lganda sal kichkinaroq unisini 3,5 ga 10 lik taxta ishlatganmiz. Xuddi mana shu holatda bitib bo'lgandan keyin, ha? Uni endi bu tomoniga haligi bir tomoniga USB MDF bilan qotirilganda, bir tomoniga bag'iga ichi qolgan. Bayga o'zi pastga bitta stoykali konteyner qo'ysangiz, polni uyni. Ha, o'shanga hammasini muzlatar ekan. Ha, bu orqa tomon. Haligi strapili ochgan, orqa tomoni. Tunikasini qilib qo'ygan. Meni ham ochtiradi, bekitib tashamdi yaqinda, endi haligi men ham jo'yib ketadi.
Bu tunikafonni kim qildi aka? Mikrofonni ham o'zimiz qildik. Noldan boshlab bitirib beravergansiz, ha? Shunaqa Beylardan shu yog'och bilan ko'rinib turibdi, beylardingiz. Oldingizim shekilli. Endi haftada shaligini. eng oxirgi nu tarafi. Ha. Mana endi nima bilan to'sasiz? Yosh bolalar bor, misol uchun. Ya beyni zina qilib, bunday qilaman, to'saman. To'siladi, bey. Bey to'siladi. Bey ham to'siladi. Endi oxirida buni xalaqit qilib to'sib qo'ysa emas. To'g'ri. Mana endi mana balkonga chiqilaveradi. Men ham shalik strapelar ustiga keyinalik gipsakarton qilib o'rganamiz haligi. Ha. Strapelar taxta 14 ga 3,5 lik strapelar. Chiqaraymi? Ha, chiqaring. Ko'taradi bemalol. Sen bak ko'chib tur qizim. Endi hozir olib keldim. Taxta o'sha mana shu ustiga tashlayman-da. Endi tashlab qog'oz qo'yib. Ha, zo'r bo'pti. Beyda choyni ichib o'tirar ekansizda? Ha, balkon endi. Xudo xolasa. Bahorda, yozda, kuzda. Ishtayapmi? Zo'ymi? Mana bizga video olib berganingiz uchun qizingizga Rizobay kompaniyasidan ayiqcha o'yinchoq sovg'a qilaman. Ammo qish kunida bitta shamga yoqib qo'ysa ham isiydigan joy bo'ladi Qishda shekilli. yaxshi, ba'zi endi buni bu narigi ochiqlik uryapti-da, so'ng derazadan mancha issiq kirar ekan. Ha, deraza Endi o'ynab mardalarni qilsa, keyin salali qilaman. Keyin bitta konditsioner qo'ysak. Asos tepada-da, chunki haligini ham siz bilinyapti, pastlari sal haligi konditsioner bitta qo'yiladi-da. lekin havas qildik. Ixchamgina. Ha? Bu ikkinchi etaj dush, past, birinchi etaj, ikkinchi etaj dush, bitta tepa past. Beyda ham dush bo'ladimi? Ha. Vallahi ko'p. Bolalarga tepa pastga o'zimizniki bo'lsa. Zo'r. Hali beylarga lyustralar, svetlar qo'yganingizdan keyin o'ta ham ajoyib bo'ladi. Mebellar bitirgandan keyin. Ha. Keyin o'shanda endi Instagramga keyin video qo'yamiz. Ha, xudo xolasa. O'shanga orada qo'yatib, shu bilan haligi o'zim dangasalik qilib qolib, ish bilan bu haligi Maydan zina bo'lib chiqib ketadi, ha? Endi asosiy eshikda zina qilamiz-da keyin oxirida. Yaxshi. Asosiy eshikda. Mana shu yerdan kirib chiqilaveradi. To'klardan polni misdan qilsa, Yo, alyumin qildim. Endi misda haligi tomoni, haligi yog'ochiligi. To'g'ri, yonib ketdi. Sal haligi uzilmaydi-da. To'g'ri. Yong'inga sal haligiroq bo'lib, alyumin uziladi endi. To'xtaydi. To'kladim, o'zim tortdim, keyin haligi mana shitlarni o'rnatib berdi elektrik. To'kladim, o'zim tashlab Bayga xudo xolasa lampochkalarni qilib, lyustralar qilsangiz keyin uy Keyin ko'rinadi. ko'rinadi. Ochag'in şey endi qolyapti-da. Endi buni eshiklarni qilsam endi apishib keladi. Bu nima tagimiz? Lenonmi? Yo'q, buni haliga Parket? laminat pol. Bo'pti. Mana yerdan ham demoxod bormi tepaga? Ne bil. Ha, bu hali bo'lgan yo'q deyapsiz-da, bey. Ya, ayda, hali qilaman. Ya, demoxod men endi qilaman. Meniga mebel tepasi demoxod bo'ladi. Ha. Mebel tepasi ikkita demoxod bo'ladi. Bey, ko'hna bo'ladi shekilli. Ha, mebel bo'lish ko'hna shunga. Endi ovqatlanib, Deb gap bo'lib tushadi mebel, ha. O'rtada stol qo'yamiz. Meni ham endi buni bitta televizorni buni mebel o'shanga buni MDF o'zi turibdi-da, mebel bilan qilib yuboraman bag'ini. buni chertojini kimdandir olganmisiz yo o'zingiz ideyada? Ideya, o'zim chizib, o'zim qo'yib. Prosta endi buni yog'och qilayotgan endi haliga ruslardimdek yig'ayotganini ko'rganman. Ha, lekin bo'laverar ekan deb. chertoj ideya. O'ylab yurardim oldin. Oldinda o'ylab yurganman, o 3-4 yil oldin. Qilaman deb endi. Planda bor edi o'zi. Endi o'tgan yil o'zi boshlab tomini yopib, keyin to'xtatib qo'ydim. Endi bu yilning qolgan ishlarini qilyapman. Men sinfdoshim bo'ladi-da, baq. Sinfdoshlar aytaveradi, Baxtiyor ko'rinmayapti. Mana. Baxtiyor nimaga ko'rinmayapti desang, buni ustida rasm miya qotirganda ko'chaga ham chiqmaydi Baxtiyor. Mebelni ham qilgan, lekin ko'chaga ham chiqmasdan mashina qanaqa qilsam bo'lar ekan deb bag'ini baqa qilib tayyorlab, mana o'zi rangi shunaqa mashina abo'ymi? Abo'yda boshqacharoq, ha, shunga. Dilak ko'hna. Ha. Bu ham endi bitgandan keyin endi bu ham keyin ochib qiladi-da. Kimga? Boshqacharoq hali dizayndagi abo'y. Lampochkalar qo'yib. Endi buni chekkalar, endi yopishga qilaman. Ha, menga svit qo'yilgan. Endi buni svitlardan boshqacharog'ini qo'yamiz-da. Bitgandan keyin Lyustralardan ba'zilarini o'zimiz yasayman. Yo'q-a? Qolgan sotib olaman, o'zim ba'zilarini o'zim chiqaman. Gap yo'qmi? Ha, tepasi manalar mebelni qilib. Bag'ini o'sha tunikafon. Oldin tunikafon qo'ygan shu MDF haligi ustiga penaplex qilib turib, keyin ustiga keyin tunikafon. Ha, shuni suvsacha yuvsa bo'laveradi. Ha, endi buni bitganiga og'ida bitta salali qilib olamiz. Yomg'ir ham bo'ladi, haligi tiyganda. Yomg'irdagi bo'lib changlar tiyib o'shaniki yuvsa bo'laveradi. Endi keyinroq tunikafon olib ketganda keyin alikafon qilib yuboramiz keyin. Profilda ham 10 2,5 ligi shekilli qalinligi. Ha, Qalindan qo'ygan ekansiz-da. o'shanda olib kelib sverka qilib dekabr qishda qiluvdik.
Yana shu ustini qilib. Beton tag Endi podval uni- emas, ha? Aleyküm. Yo podval emas, ichini shiba bilan to'ldirib yuborganman. To'ldirib turib, shuni tekis qilib nolga o'ldiriladi. Stachka qilib, to'pli Burchaklarga- qilingan. Profildan qo'yib, Ha, bu to'rtta burchakda Maket. profil bor edi. O, ne orada ko'rinib turibdi shekilli. Shu profil bag'iga endi profil yog'ochni o'zi to'rtta burchakda profil qo'yilgan. Beton ichidan. Endi bunaqa profilda. Beton kuyayotganda qo'yib ketdim. Qolgan shu yog'och polni yog'och bo'lgan, shu yog'ochini hisoblaganim. Demak- puli 27 million shuna yog'och ketdi-da. demak, pena blok qil, u qil, bu qil, gaza blok, shipr qil, ana mana degandan Endi hamma yog'och. bu shu ma'qul ekanda. Misol Hamma- ikkinchi etajda kak poложено bolachalar hammasi. Ikkinchi etajam bu, u reykalari bor, buni strapeli yog'ochlari ham shuning ichida-da endi. O'shaning ichida hammasi. O'sha ketganda. Zo'r. Devori o'sha 4,5 lik strapeli. Lapshani ham Qalinligi, qalin qo'yilgan o'nligi ekan. bor. Lapshani ham o'ta qalin qo'yilgan ekan. O'nilar qalin ha. Yo'q, o'zi polni boshdan qo'yilgan, oragacha qalin qo'yilgan ekan. Bunaqa qo'ymaydi o'zi. Har bittasini orasidan olib tashlasangiz ham bo'laveradigan holat ekan. Endi o'zingiz uyingizga. O'zi haliganda videoda ham bordi Instagramda hali. Nechta video chiqdi? 8 tami video chiqdimikan, 7 tami? Qaysi O'shanda kanalga bor, o'tib ma'lum. ko'rsin? Tasavvurdagi uy deganda bor. Yozsa Instagramda chiqadi. Tasavvuringizdagi uy yoki tasavvurdagi uy. kanaliga Tasavvurdagi uy desa o'zi Instagramda chiqadi. Instagramda yozing. Endi qolganlarini endi qo'yamiz. YouTube'ga qilayotgandik, shu o'g'limda shu yerda dangasal qol chiqarmayapti YouTube'ga. Qo'yib qo'ygan videosini deb. Ha, YouTube'ga ham hali oldik endi hali qilib. YouTube'da ko'pchilik masalan ma'lumot qiladi, o'zi ma'lumot uchun qo'yibman, bo'lmasa menga nima kerak? Haligi Yo'q, shunaqa qilib boshdan sekin-sekin shu Lekin ishlarni qilib qilasizda. Shunaqa. Qo'ldan keladi, noldan boshlab qilib beraman. Ko'chib kirib hayron qolaverasan. Bu endi o'tkazlasa qidirdim Instagramdan, YouTube'da ham hech kimda chiqmadi. O'zbekistonda bormi shunaqa qilganlar desam. Bitta ikkita boshqacharoq qilganlik, vagon kakni yog'ochni nemda qo'yib chiqqanlar. Haliga qilib nariga umuman yog'och qo'yib, endi bu Rossiyada qilingan, keyin men aytdim, u hali Toshkentda bir kishi qilyapti deb. Ha. Deylardi endi kamda. Bizda menimcha Mingbuloqda yo'q bunaqa uy. Yo'q, ko'rmadim bunaqa. Namanganda ham bormi yo'qmi bilmayman. Namanganda ham menimcha Yo'q, Namanganda bo'lsa Bilmagan. 2 xonali bo'lishi mumkin. bo'lsa Lekin bor. bunaqa katta holatda yo'q bo'lsa 5 kerak. xonali bilmadim. Endi men eshitmadim ham, masalan YouTube'da ham boshqadan ko'rmadim buni. Instagramda. Zo'r, qullov bo'lsin. Shunaqa qo'raverdik endi qani. Ha, xudo xolasa bitganda kelib boshqatdan bitta obzor qilib Qolganini, ketamiz. Ha. O'shanda uni